Bon. Birinchi marotaba sayohatga chiqqan odamga qalay desangiz, zo'r deveradi. Ko'proq sayohatga chiqqan odamdan so'rash kerak sayohat haqida. Bahodir akam 15-marotaba Turkiyaga kelishi. Xo'sh, Istanbul plus Umra, oldin Umraga ham borganlar. Ikkitasi birda qanaqa bo'lar ekan? Ikkitasi birda juda ham zo'r bo'lar ekan Akmal aka. Har safar kelganimizda har bir narsalardan olib ketardik. Bu safar mana siz bilan birga kelganimizda Hikmat Travel orqali taassurotlarim yanada boyidi. Chunki sizdagi ma'lumotlarni oldik. Salomat bo'ling. Dunyo qarashlarimizni yanada kengaytirdik. Kecha mana Aya Sofiyaga, Sulton Ahmadga olib kirdingiz. Bosfor bo'g'ozlarini aylantirdingiz. Mana bugun Bursaga tashrif buyurdik. Xinoli Qorushi seriallaridagi живой ko'zimiz bilan tirik ko'rdik mana hammasini. Mana yosh bola ovozini ham eshitdik. Bu ham kerak. Go'zal Bursa. Juda ham go'zal, ayniqsa bu kanatkasida chiqqanimizda 18-20 daqiqalik kanatkada juda ham katta taassurotlarni oldik. Go'zallikni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Maza, kelish kerak, oilaviy kelish kerak. Faqat o'zinglar emas, oldin o'zimiz kelardik. Endi bu safar mana oilaviy keldik. Rohat. Xo'p, Bahodir akamdan o'rnak oladigan jihatlaringiz ko'p. Agar siz erkak kishi bo'lsangiz, ayolingizni olib keling. Olib kelish kerak. Otangizni olib keling. Oilaviy kelish kerak. Erkak kishi juda ko'p holatda o'zim bo'ldi o'rtoqlar bilan yuraveradi. Yo'q, oila bilan bo'lish kerak. Albatta. Yetar?